Mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish, turli huquqbuzarliklarni oldini olishda mahalla faollari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va keng jamoatchilikning hamjihatligi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Bu borada Kattaqo'rg'on shahrida ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, shahrimizdagi Oqoltin hamda Go'zalkent mahallalarida davlatimiz rahbarining 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimi samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi sonli hamda 2026-yilda respublika mahallalarida jinoyatchilikning barvaqt profilaktikasi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi ikkinchi sonli qarorlar ijrosini ta'minlash, mahallada xavfsiz muhitni yaratish, kriminogin vaziyatni yaxshilash maqsadida tozalash profilaktik tadbiri o'tkazildi. Dastlab mahallalarda tashkil etilgan yig'inda shahar hokimi Gavhar Alimova hamda Ichki ishlar bo'limi boshlig'i Yorqin Karimovlar tomonidan ichki ishlar bo'limi xodimlari va mas'ul rahbarlarga tozalash tadbirini samarali amalga oshirish bo'yicha tegishli ko'rsatma va topshiriqlar berildi. O'tkazilgan profilaktik tadbirlar davomida xonadonlar o'rganilib, aniqlangan huquqbuzarliklar bo'yicha ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Kiberxavfsizlik bo'yicha targ'ibot ishlari olib borildi. Shuningdek, ushbu tadbirlar doirasida Go'zalkent mahallasi binosida sayyor sud o'tkazilib, foydali mehnat bilan shug'ullanmasdan ko'chalarda bemaqsad yurgan, jamiyatda yurish-turish qoidalarini mensimasdan jamoat joyida huquqbuzarlik sodir etgan 8 nafar shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shuningdek, sayyor sud davomida shahar hokimi Gavhar Alimova va boshqa mas'ullar tomonidan fuqarolarning muammolari o'rganilib, ularga huquqiy tushunchalar berildi. Nizoli holatda bo'lgan 2 nafar fuqaro yarashtirilib, 4 nafar fuqaroga tegishli tartibda jarimalar qo'llanildi. Shuningdek, probatsiya nazoratidagi 5 nafar fuqarolar shartli ravishda muddatidan oldin jazodan ozod etildi va 1 nafar fuqaroga nisbatan jazo chorasi og'irrog'iga almashtirildi. Kattaqo'rg'on shahrida aholi xavfsizligini ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar va jinoyatlarni sodir etilishini barvaqt olishga qaratilgan keng qamrovli profilaktik tadbirlar muntazam davom etmoqda.